Menimcha shu New Yorkda yon atrofida yuradigan 85% truck driverlar tupoy bo'ladi, tupoy. Nimaga tupoy deyapman? Bu yo'lning speed limiti hozir 55 da. Men 59-60 haydab ketyapman. Yo'limdan bitta aka o'zbekliklar basharlardan ham, kompaniyalarning nomidan ham bilinib turibdi. Dash yozishni ham bilmasa kerak kompaniyaning owneri. Bu kompaniya nomini aytmayman, balki bu stupid tupoy driverdir shunchaki. Yo'limdan abgon qilib o'tib ketyapti. Signal cho'lib basharasini o'qrayib ketyapti menga. Men qoidaga bo'ysunganim uchun orqamda ozgina kutgandir, balki yon atrofida abgon qiladigan mashinalar chiqqani uchun. Bu hayronman, nima qilish kerak men? Masalan, 60 bo'lsa 65 haydab tushmayman polisga tiket to'lash uchun. Men qoidaga bo'ysunib, men aybdorman-da. Voy tupoy, kallangni ishlat, o'zbekmisan, boshqamisan, shu Amerikani ham Rossiya qilib qo'yasizlar bitirishi. Bash bir-birimizni qisib, bir-birimizga signal cholaverib, men misol uchun 55 hozir haydashni boshlaganim emasda, bir soatdan bo'lsa 55 haydayman. Shuncha amerikanlar abgon qilibdi, bittasi o'qrayib qarang, bittasi qaramaydi ham da sizga-da, o'zini yo'ldan ketaveradi. O'zbek aka o'zlarini ko'rsatib qo'yishlari kerak. U kishi geroy tupoylarni eng cho'qqisiga chiqqan, pikiga chiqqan tupoy aka. U kishi signal choladilar. Signal cholishlari shart. O'zlarining asablari buzilgani aytmaganda, boshqalarning ham asablarini buzishlari shart. Shunaqa tupoy driverlarga yuborib qo'yinglar, ko'rsin. Mana New York yon atrofida yuradigan, New Yorkda yashaydigan truck driverlar. Hammasi ham emas, yaxshilari ham bor, o'zimning akalarim ishlaydigan, qoida-qonunga bo'ysunib. 85% tupoy bo'ladi lekin, tupoy.